Hürmetli vatandaşlarım, leksiyemizi devamlaştırıyoruz. Endiki mavzu Kim Jong-un oyunni oynap buludu. Amerika asker çıkırdı. Jungo kolunu koyuşturup qarab durdu. Mavzuda xabar 4-28 gün Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Amerika Qo'shma Shtatlarning prezidenti Trump 26 günü Amerika Davlat Majlisi Avam Palatasi, Kengash Palatasi umumiy a'zolariga Chavshan vaziyatidan doklad uyushtirgandan iborat g'ayriy bir harakat Chavshan vaziyatiga yana o'zgarish elib keldi. Prezident Trump rostini Chavshanga hujum qilmoqchi bo'lsa, asosiy qonun va boshqa qonun belgilamalar bo'yicha Davlat Majlisining qo'llashini qo'lga keltirish lozim. Bu nuqta isbotlashga to'g'ri keldi. Lekin yaqinda bir-iki ba'zi taraqqiyotlar qaraganda Kim Jong-un 25 kuni armiya qurilgan kuni yadro sinaq qilishni to'xtatdi. Uning uzun kalburliq zambirak bilan mashq qilib bordi. Uning o'rniga zambirak bilan mashq qilib bordi. Prezident Trump, Rais Xi Jinping, Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe, Germaniya vaziri Merkel qatorliqlar bilan orqa-orqadan telefon aloqasi bilan suhbatlashib, kayfiyat ne boshqacha bir tusga keltirib qo'ydi. Bo'ron chopqon Chavshan yerim orlig'iga yetib keladigandek qildi. Chavshanning yadro qurollari tahdidi Amerikaning bexatarligiga Iranning tahdididan eg'ir emas edi. Iranning tahdididan eg'ir edi dedi. Kechiringlar. Jungo, Koreya, Yaponiya qatorliq davlatlarmi bu ta'sirga uchraydi. Mesele vaqtida hal qilinmasa, Sharqiy Shimoliy Osiyo hargiz osoyish bo'lmaydi. Yaqinda Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti turishdoq vakili Nikki Haley qayta ogohlantirish bergandan qaraganda Amerika harbiy harakat qo'llanishi mumkin. Prezident Bexatarlik komitetining vakilidan ziyofat berib kutib oldi. Bu to'g'rida xabar qilgan sizlarga so'zlagan edim. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bayonot e'lon qildi. Jungo Chavshanning ko'mirni setib olishini to'xtatib qolmay, neft bilan ta'minlashni azaytdi. Ya'ni G'arb dunyosiga ergashib Chavshanga iqtisod embargo siyosati yurgizdi. Chavshanda neft qahatchiligi paydo qilib, neft bahosi 70% o'rlab ketdi. ATMdan xalq pulni chiqarib ololmaydigan bo'ldi. Belki Amerika Dengiz Armiyasidan Carl Vinson belgilik avomat kişi Chavshan dengizga yetib kelishdan burun yadro o't kuchi bilan mangdigan harbiy parxod Michigan belgilik harbiy parxod Koreya dengiz portiga kirdi. 154 tane urush paltisi belgilik yadro o'q beshi elib yuralaydigan raketani billa elib kirdi. Bu parxod avomatkidan qilishmaydi. Jungo'ning harbiy parxodlari G'arbiy Tinch okeanda shuningdan keyin paydo bo'ldi. Pyongyang, ya'ni Chavshan, amerikalik bir nafar olimni tutqun qilib, go'ryaga olmoqchi bo'ldi. Chavshan yerim orlik go'sht parchalari zavodiga aylanib qoladigandek vaziyat birma-mix shakllik yo'q-qo'riga o'rlashga boshladi. Prezident Trumpning hukumat a'zolari Kengash palatasiga Chavshan vaziyatidan doklad berdi. 29 kuni 100 kunlik vazifa o'tash muddati to'shqanda Jungo, Yaponiya, Koreya, Germaniya va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bir fikrga kelib, Chavshanga harbiy harakat qo'llanishga tayyorlik qilamdi. Kim haqiqiy qog'oz yo'lbos. Ayriydigan vaqt keldi. Sinaydigan vaqt keldi. Prezident Trump va Kim Jong-un sinoqqa duch keldi. Yengilishni hech kim xohlamaydi. Jungo'ning nashr afkori yer shari vaqt gazeti Amerika Chavshanga hujum qildigan bo'lsa, Jungo aralashmaydi deydigan uchurni tarqitishga boshladi. Jungo aralashmay Amerika Chavshanning yadro qurollarini bir taraf qilgandan keyin o'ltirib manfaat taqsim qilmoqchi. Jungo betaraf turgan aman Rossiya ma Chavshan masalasiga aralashamaydi. Prezident Trump bilan Rais Xi Jinping uchrashgandan keyin Koreya yerim orliq vaziyati ham noziklashib ketdi. Prezident Trump mundaq dedi: "Agar Jungo yordamlashib
Çavuşan'ı jazalaydigan bolsa, Amerika Cungo savdosi da meydanini qo'yibdi. Bu orqali Prezident Trump ikki tarafning sukut ichidagi savdosidan bishorat berdi. Har xil alomatlar ko'rsatdiki, Kim Jong-un yadro qurollaridan voz kechmaydi. Amerika agar Jungoning sukut qilishi ostida operatsiya shaklida Chavshanning yadro kuchini elevassa, yo'qotsa, Chavshan hokimiyati yoki saqlab qolsa yoki o'zgartsa, qurol ishlatishning mumkinligi yo'q bo'ladi. Mana shunday ishni qilsa. Chavshan deydiki, urush boshlangan zaman Amerikaning avomatkisini kulga aylantiramiz. Chavshanning o'ch elish kuchi o'zgarib turishi mumkin. Armiya Kim Jong-unga qanchalik sadiq krizis yetib kelganda sinashqa bo'ladi. Urush boshlanganda Chavshanning generallari buyruqqa bo'ysunamdi yoki Chavshan hokimiyati shu hamon gumron bo'lam. Ismi jismiga loyiq qog'oz yo'l boshqa aylanib qolam. Sharq shimolda 100 ming kishilik Jungo harbiy qo'shini ikkinchi darajalik harbiy holatga o'tdi. Koreya yarim orolidagi o'zgarishning sabablari mana shu yerda. Amerika bilan Jungo Chavshan yarim oroli vaziyatini qanday yoritdi? Amerika, Jungo, Koreya, Yaponiya qatorliq davlatlarning manfaatiga mos kelishi kerak. Her Prezident Trump'ның eng zo'r siyosiy natijasi bo'lib hisoblanishi lozim. Rossiya qanday qo'ylaydi? Bu muhim emas. Masala shu yerdaki, urushning xarajini kim o'ziga oladi? Prezident Trump har qaysi davlatlar bilan jiddiy aloqa qilyapti. Maqsad nima? Hamma buningga diqqat qilyapti. Chavshanning 10 dona yadro quroli bo'lishi mumkin. Etish iqtidori zada qanchalik? Raketa bilan yadro qurollari Zongshan tog'lari orasiga tarqaqlashtirib, urinlashtirildi. Amerika armiyasining Chavshanni biroqla tarmar qiladishi mumkinmi? Chavshan o'ch elishga o'tgan hamon Koreya, Yaponiya va bu davlatlarda turayotgan Amerika armiyasiga Chavshan chaqilamdi yo'q. Chavshan ximiyli qurollarni ishlatish mumkin. Shayat g'aljirlasa tamg'a sakraydi. Zo'r ko'lamlik insonparvarlik opti kelib chiqish xatari intayin zo'r. Prezident Trump tavakkalchi qilamdi yo'q. Vaziyat mushundaq taraqqiy qildigan bo'lsa, Kim Jong-un tugashdi degan gap.